Tasavvur qiling, reklamalaringiz faqatgina sotib oladigan, puli bor. Siz shunday telefon olganingizda, "Labbay aka, nima gap? Shu mahsulotni sotib olaman, davay chiqarib yuboring, qani karta, qayerga to'lov qilish kerak?" deydigan klientlarga ko'rsatilsa, faqat shunaqa klientlar sizga lead qoldirsa, sotuv bo'limida umuman muammo bo'lmasa, sotuv bo'limi shunday telefon qilsa-yu, mijozlar bo'ldi, olamiz deb javob bersa, qanaqa bo'ladi? Orzuga o'xshab tuyulyaptimi? Umuman bo'lmaydigan ishga o'xshab. Lekin iloji bor bu narsani. Facebook Conversion API degan bitta sirli funksiya bor. Ishlatishadi bizda ham target audiencelar juda kam ishlatishadi. Aynan o'sha funksiya haqida bugungi darsimizda, xudo xolasa bugungi videomizda to'liq tushuntirib beraman. Agar gapirish ritmim sal sizga pastlik qilayotgan bo'lsa, ozgina tezlikni balandlatib olib turib eshitishingizni maslahat beraman. Shunda xudo xolasa qisqagina videoda Conversion API haqida to'liq tushunib olasiz. Uni qanaqa ishlatamiz o'zi, kim bilan ishlatish kerak, qanaqa o'rnatamiz va qanaqa to'g'ri ishlatishimiz mumkin. Mana shu narsalarni bu videoda xudo xolasa to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Xuddi shunaqa target bo'yicha zo'r, foydali videolar chiqishi uchun izohlarda nima bo'yicha video ko'rmoqchiligingizni albatta qoldiring. Videodan keyin video bo'yicha fikringizni qoldirsangiz xursand bo'laman albatta. Aytgancha, videoda ko'rgandan keyin Conversion API funksiyasini обязательно sinab ko'ring. Sababi shunchaki ko'rib o'tib ketganingiz sizga hech qanaqa bilim bo'lmaydi. Amaliyotda qo'llanilgan narsa bilim bo'ladi. Demak, ketdik. Rejamiz Conversion API haqida tushuntirib beraman, ya'ni KPI, uni qanaqa o'rnatamiz, uni qanaqa ishlatamiz. Mana shu bo'yicha ko'rib chiqamiz. KPI nima? Conversion API bu Facebookni bizni CRM'imizdagi leadlarning ma'lumotlarini Facebookka qaytarib berib turadigan narsa. Oddiy misolda tushuntiraman. Buni Telegram kanalimda ham post sifatida yozgandim. Qarang, siz bitta do'kon ochdingiz. Do'konga klientlar kelishni boshladi. U klientlarni kim jo'natyapti? Klientlarni siz tayyorlab qo'ygan bitta reklamachi, bitta bola jo'natyapti ko'chadagi. U bolaga aytib qo'ygansiz, "Qarochi, meni do'konimga ukajonim klientlar kelish kerak. O'sha klientlarni olib jo'natib yubor" deysiz. U ko'chaga chiqadida banner qiladimi, nimadir reklama qiladi, odamlarni chaqirishni boshlaydi. "Voy, odamlar, mana bu yerda qanaqadir atir do'kon ochildi, kelinglar, ko'rib ketinglar, sotib olinglar" deyishni boshlaydi, to'g'rimi? Shunaqa qildi deylik, odamlar kirishni boshladi. Keyin do'kon egasi nima deydi? "Bu kiryapti odamlaring, lekin sotib olmayapti yarimi" deydi. Bola qaysi, qanaqa, kimlar sotib olmayotganini bilmaydi-ku, u baribir jo'nataveradi, unda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Lekin do'kon egasi bolaga, "Erkaklar bizga kelyapti, sotib olyapti, ayollar sotib olmayapti" yoki "Mashinasi bor, mashinada kelayotgan erkaklar sotib olyapti" yoki "Bolasi bilan kelayotgan ayollar sotib olyapti bizda". Aynan shunaqa odamlarga borib bizni reklamamizni ko'rsat, shunaqa odamlarga bizni oferimizni tushuntir, oferimizni mosla deydi. Va bola chiqadi, keyin sotib olmaydigan odamga vaqtini sarflamaydi-da. Mana aytgan parametrlar bo'yicha odam qidirishi, odamlarga ma'lumotlarni yetkazishni boshlaydi. KPI aynan xuddi shu narsani Facebookda qiladi. Ya'ni biz Facebookka o'zimizni CRM'imizda bo'layotgan hodisalarni, eventlarni Facebookka jo'natamiz. Ya'ni bu lead sotib oldi, bu lead sifatli lead edi deb Facebookka qancha jo'natsak, Facebook o'rganadi. Bu gullar do'koniga misol uchun mana bunaqa klientlar kerak ekan. Bu klientlar unga sifatli ekan, bu klientlar sotib olibdi deydi. O'sha bo'yicha ma'lumot yig'adi, auditoriya bazasini yangilab boradi va o'shanga o'xshagan auditoriyalarga ko'rsatishni boshlaydi. Bu kimlar uchun kerak? Ya'ni kimlar ishlatadi? Targetologlar ishlatadi, marketologlar ishlatishi mumkin buni funksiyani. Biznes egalari umuman mana shu target atrofidagi roblar hammasi ishlatishi mumkin. Sababi bu orqali siz o'sha leadlarni oladigan leadlarga ko'proq reklama ko'rsatishi imkonini qilsangiz bo'ladi. Hozir shunchaki reklamangizni berasiz, oferingizni bunda Facebook ko'radida, kreativingizga qarab turib, bu ofer bunga to'g'ri kelar ekan deb turib Facebook o'zi xohlagan auditoriyaga chiqarishni boshlaydi. Lekin siz Conversion API orqali unga "Menga bunaqa klientlar kerak" deb jo'natsangiz, u sizni kreativlaringizni o'zi o'shanaqa klientlarga jo'natishni boshlaydi. Demak, KPI biznesga foydasi o'sha boya aytganimdek, klientlarni holatini, ya'ni qaysi klient sotib oldi, qaysini sifatli bo'ldi, o'shani Facebookka jo'natib turish va sotuv narxini tushirish bilan shug'ullanish. Ya'ni siz lead olib kelyapsiz $1,5 bo'lishi mumkin shunaqa.
lekin sotuv narxi $10 to'g'ri kelyapti. Facebookga aytmasangiz, misol uchun mana bunaqaroq klientlar olib kel menga deb Conversion API orqali aytmasangiz, Facebook xuddi shunaqa olib kelaveradi. Bir safar $10, bir safar $15 bo'ladi, bir safar $8 ga tushadi. Lekin siz menga bunaqa klientlar olib kelsin deb bersangiz unga, u sizga sifatli klient olib kelganini hisobiga sizni sotuv narxingiz tushadi. Ya'ni bitta klient uchun sotuv narxingiz ancha pastga tushadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'sha Conversion API ga qanaqa o'rnatish va qanaqa ishlatishni ham ko'rsatib qo'yaman, xudo xolasa. Endi uni qanaqa o'rnatamiz? Oddiy, buni qanaqa o'rnatishni tushunish uchun agar siz piksel ulagan bo'lsangiz saytga, xuddi shu bilan bir xil, lekin bu CRM ga ulanadi. Ya'ni piksel kodlari bor, pikselni saytga ulasangiz, odamlar sizni Facebook reklamangizdan o'tib turib, saytda nima ishlar qilgani, qaysi knopkalarni bosganini piksel olib kelib berardi. Endi xuddi shuni biz CRM ga qilishimiz kerak. Demak, Add accountga kirib olamiz, o'zimizga kerakli reklama accountiga. Accountga kirib olganingizdan keyin pastda chap tarafda Events Manager tugmasi bo'ladi. Events Managerga bosib kiramiz. Events Managerda mana Connect Data degan tugma bor. Buni bitta bosamizda, mana bu yerda o'sha pikselli turlari bor. Web, app, offline, CRM, messaging. Agar siz saytga piksel qilayotgan bo'lsangiz, web bo'yicha qilasiz. CRM ga mana Conversion API ulamoqchi bo'lsangiz, mana bu CRM degan tugmani bosishingiz kerak. Next bosamiz. Agar sizda yangi CRM yaratayotgan bo'lsangiz, CRM ga nom qo'yishni so'raydi. Lekin siz уже bor CRM bilan o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa narsa ko'rsatadi. Biz yangi CRM yaratamiz, create new dataset. Mana bunaqa yaratsangiz bo'ladi. Hozir biz yangi CRM yaratib o'tirmaymiz. Biz уже bor bilan ishlayveramiz. Mana bizda CRM bor. Va biz ulashimizda ikki xil usul bor. Partner orqali ulash yoki qo'lda o'zimiz dasturlash kodi orqali ulash bor. Partner orqali ulaganimizda biz Zapier, HubSpot, Salesforce degan Zapier bu leadlarni o'tkazib beradigan narsa. Tool, HubSpot bu CRM. Demak biz HubSpot yoki Bittrex24 ammo CRM larga ulamoqchi bo'lsak ham, o'rtada qanaqadir partner turadi. Bu bo'lishi mumkin Zapier, Albato, Make'lar bo'lishi mumkin. Bular sizga har bitta leadni holatini tashib bergani uchun sizdan qanchadir miqdorda pul oladi. Bu taxminan $20-30 atrofida bo'ladi. Hammasi har xil. Hamma toollar. Ikkinchi usul bor, connect manually degan usul bor. Do the code manually yourself, ya'ni kod beradi sizga. O'sha kodni o'zingizning qanaqadir dasturingizga, ya'ni CRM va Ads Manager o'rtasida turadigan qanaqadir dasturingizga ulab qo'yasiz. O'sha dasturingiz bu yoqdan leadni oladi, bu yoqdan CRM dagi leadni holatini oladi-da, bu mamlaqa ekan. Bu lead sotib olibdi, bu lead sifatli bo'libdi deb CRM ga jo'natib turadi. Bu narsani oson ulashni biz Vena AI da qilganmiz. Vena AI da xuddi shu o'zingiz kod olib turib ulab qo'ysangiz, Facebookga ma'lumotlarini Vena AI jo'natib turadi. Qanaqa ko'rsatishini qisqagina ko'rsatib ketaman hozir. Demak, Vena AI ga kirganimizdan keyin Leads bo'limi bor bu yerda. Leads bo'limiga kiramiz. Lead Results bo'limi bor. Lead Results bo'limida tushunishingiz uchun qanaqa ma'lumotlar kelishini ham ko'rsatib ketaman. Lead Results bo'limida aynan qaysi kompaniyadan, qaysi adsetdan, qaysi adsdan qancha sotuv bo'lganligini, nechta sotuv bo'lganligini, nechta отказ bo'lganligini, nechta lead hali ishlov jarayonidaligini ko'rsatib turadi. Aynan mana shu sotilgan leadlarning ma'lumotlarini biz KPI orqali Facebookga jo'natamiz. Demak, KPIni sozlashga qaytamiz. Bu yoqdan next bosib turib biz KPI kodlarini olishimiz kerak bo'ladi, o'zimizga kerak bo'lgan va uni Vena AI da bitta joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir u joyga ham ko'rsataman. Pastga tushganimizda Create Endpoint degan joyi bor. Mana shu yerdan o'zimizni Generate Access Token qilib turib, Access Tokenimizni yaratamiz bu yerda. Bu Access Token hamma uchun alohida individual bo'ladi, shuning uchun bu Access Tokeningizni boshqa birov bilmaslik kerak. Video davomida ham mana shu Access Tokenga blur qo'yib qo'yamiz, chunki bu bizni Ads Manager ma'lumotlarimizga, o'sha pikselimizga ma'lumot jo'natish linki bo'ladi. Bu linkni olamiz va mana bu yerdagi dataset ID ni olamiz. Bu linkni ham mana shu Access Token teng degan joyidan dan boshlanadi asosan. Shundan boshlab turib oxirigacha olamizda Vena AI ga joylaymiz. Vena AI ga qayerga joylaymiz?
Hozir men ID ni olay, dataset ID ni oldim va bu yoqda har bitta CRM'imizni tepasida copy degan joyi bo'ladi. Copy hozir bizda ulab qo'yilgan, ulab qo'yilmagan bo'lsa, mana bu yerda copy sozlash degan joyini bossasizda dataset ID ni bu yerga qo'yasiz va boyagi olgan tokenimizni mana bu yerga qo'ysangiz, pastdagi access token degan joyiga mana shu bosib saqlash qilsak hozir aynan shu CRMdagi ma'lumotlarni, shu CRMdagi won bo'lgan, ya'ni sotilgan lidlarning ma'lumotlarini bizni pikselimizga jo'natish boshlaydi. Keyin biz o'sha piksel bo'yicha reklama yoqsak, reklamalarimiz yaxshi ishlab ketadi. Qimmatroq lid olib kelishi mumkin, lekin sifatli lid olib keladi. Endi asosiy savol bu Conversion API ma'lumotlarini qanaqa qilib biz to'g'ri, yaxshi ishlatishimiz mumkin? Shu narsani hozir ko'rib chiqamiz va men tushuntirib beraman. Conversion API ma'lumotlarini biz o'sha VNAI ga ulaganimizda ikki xil holatda ishlatishimiz mumkin. VNAI Facebookka sotilgan lidlarni, ya'ni sotuv bo'lgan lidlarni jo'natadi signal qilib, siz o'sha to'g'ri ulaganingizdan keyin va sifatli lidlarni jo'natadi. Biz sifatli lidlar metrikasi bor. O'sha narsani Facebookka mana bu sifatli lid, bu sotuv bo'lgan lid deb jo'natib beradi. Conversion API yaxshi natija olib kelish uchun haftasiga kamida 50 ta shunaqa event bo'lish kerak. Ya'ni 50 ta sotuv bo'lish kerak yoki 50 ta qualified lead bo'lish kerak. 50 ta sotuv bo'lishi ba'zi bizneslarda mumkin, real, kuniga 10 tadan yoki 8 tadan to'g'ri keladi. Ba'zilarda qiyin bo'lishi mumkin. Misol uchun katta chekda ishlayotganlar kuniga 3-4 ta sotishi mumkin. Shuning uchun biz ikkalasini ham jo'natamiz. Won leadlardan biz lookalike, ya'ni retarget auditoriya ajratib olamiz. Qualified leadga bo'lsa target yoqamiz. Target yoqish jarayoni qanaqa bo'lishini hozir ko'rsataman sizlarga. Demak, reklama akkauntiga kirganimizdan keyin reklama akkauntida o'sha create ni bosamiz. Doimgidek leads ni tanlab turib, bu yerda continue ni tanlaymiz va o'zimiz noldan kompaniya boshlaymiz. Bu yoqda nimasi lead qoladi va adset bo'limida biz maqsadni o'zgartiramiz. Demak, bu yoqda single qilib turib instant forms tanlab qo'yishimiz kerak, chunki biz lead form maqsadida hozir qilmoqchimiz. Va bu yoqdan maximize number of qualified leads deganda tanlab qo'yishimiz kerak. Shunda maksimum sifatli leadlar olib kelamiz deyapti. Demak, biz o'sha o'zimizni CRM'imizni tanlaymiz, ya'ni o'sha pikselimizni va bu yoqdan qaysi eventga olib kelishini tanlab qo'yamiz. Misol uchun bizga won event ko'proq kerak. Won eventga qarab olib kelsin va shuni tanlab qo'yamiz. Bo'ldi. Endi siz xuddi shu nastroyka bilan hamma adsetlarni, reklamalarni yoqsangiz, уже yaxshi ishlayveradi. Aynan mana shu VNAI dagi lidlar analiz funksiyasi va copyni oson ulash qismini siz ham o'zingizga o'rnatishingiz mumkin. Bu narsa o'zi pulli funksiya, lekin sinab ko'rishingiz uchun 10 kun davomida bepul ishlatib ko'rishga imkonini beramiz. Bu o'zimiz qurgan platforma, Facebook, AmoCRM, Bitrixlar bilan rasmiy hamkormiz. VNAI Support degan Telegram kanalni mana shu videoning tagida belgilab ketamiz. Shunga yozsangiz, free trial so'zini yozib olsangiz, sizga to'liq tushuntirilgan dars, to'liq ulash instruksiyasi va 10 kun bepul ishlatib ko'rishingiz uchun promo kod yoki link jo'natamiz. O'sha orqali bemalol copyni ulab olishingiz mumkin va CRMdagi ma'lumotlaringizni chiroyli ko'rinishda, dashboard ko'rinishida kompaniyalaringizni ko'rib turishingiz mumkin. CRMim bo'lmasa, copyni ula olamanmi desangiz yo'q, chunki copy uchun ma'lumotlar kerak. Ya'ni qaysi lead qanaqa holatda, qaysi lead sotuv bo'ldi, hech bo'lmaganda Google Sheets kerak. Google Sheetsda ham o'zi Facebookda rasmiy copysi bor. Qanaqadir CRM bo'lishi kerak ma'lumotlarni jo'natib turish uchun. Video foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Nimasi yoqdi, nimasi tushunarsiz bo'ldi? Bilmadim, qanaqa target yoqqaningizni yozsangiz ham mayli, umuman izohlar yozsangiz videoni aktivligi oshib, xuddi shunga o'xshagan, ya'ni targetni tushungan auditoriyaga chiqib borsa, qancha ko'p ko'rilsa, bizda motivatsiya oshib turib, ko'proq shunaqa foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Like bosing, do'stlaringizga jo'nating. Eng asosiysi foydalaning.